nima yeysan deb hamma hayron. Nima yeysan bechora, nima yeysan bechora, hamma hayron. Bir joyga borsam hech narsa yemay qaytaman boraman. Hamma yeb, men yeydigan narsa yo'q. Zato tetiklashimiz-ku. Shu endi mashhuraga aytaman, nima bo'lsa ham non yeyman, qatiq yeyman, meva yeyman, ozgina bo'lsa ham deb qaytdim-da endi. Biroq shu bir oy juda yaxshi saqladim rejimda. Hech qanaqa yemadim. Bunda ham yesang deb ular yemeyman, yo'q yemeyman. Prinsipim bor-da mening. Juda zo'rda. Do'ta yapib, mana sherigingiz bilan ham keldingiz, Artiqul opa. Bemorlarda-chi, menda bitta sizlardan oldin bitta bemor keldi-da. Bir 3-4 kun oldin, bir hafta oldin keldi-da, kelib turib nima deyapti? Doktor, mana sizni hamma aytganingizni qildim, lekin menda bunaqa o'zgarib ketdi, bunaqa o'zgarib ketdi. Men dorim yomon ta'sir qilsa, qanday o'zgarib ketishini, qanday o'zgarmasligini bilaman-ku. Aytmayapti-da bemor. Aytmayapti. Qara, buni narusheniya qildim, uni narusheniya qildim demayapti-da. Gaplashib oxirida aytmaydi-da, yashiradi. Oxirida nima deydi? Dorilaringizni 10 kun to'xtatgandim. Eng asosiy dorilar 10 kun to'xtatgan. Yana bosib yeganda o'zi bosib ulfatchilik, endi nima qilay, ulfatchilik yedikda deyapti-da. Bo'lmaydi. Kelib turib, sani doringdan deyapti-da. Men doktorman, ondan bo'lishi mumkin emas bu. Men ham shuncha joyga bordim, to'ylarga bordim, nimalarga bordim, yemay qaytdim bo'ldi. Juda yaxshi. Endi to'tyapman mana boshida assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar azizlar, charchamayapsizlarmi? Qachon kelgan edingiz? Mana 2-marta kelganingiz aprel oyida kelgandingiz. Aprelning 20-sida keldim. Mana men mashhura qizim yana konsultatsiyaga 1 oydan keyin kelasiz deb chaqirdi. Menga dorilar yozib berdi, chunki men ishki qurilishimda yomon problemalar ko'p edi, ovqat hazm bo'lmas edi, ichaklarim, oshqozonim, jigarim yaxshi emas. Shunga mashhura qizim o'zi ko'rib, men bir narsaga hayron qoldim. Hech men doktorlarning ancha vaqtdan beri tilingni ko'rsat deganini eshitmadim-da, hech. Mashhura qizim tilingizni ko'rsating bitta dedi-da. Shunga quvonib ketdim. Akasida til degan ko'p narsani aytar ekan-da, kasallik bo'yicha bir nima qo'yib beradigan, diagnoz qo'yib berar ekan-da tilning o'zi. Shuni ko'rib mashhura, problema bu yerda ekan-ku deb menga o'zi dorilar yozib berdi. Menga antibiotiklar yozib berdi, chunki ayazim ko'p. Men aytdim, men antibiotik icha olmayman. Yo'q, nima yozdi bu? Ikkita antibiotikni menga birdaniga nima yozdi? O'zi tabletka, men ukol olay, mashhura iltimos desam, yo'q, olmaysiz ukolni deb qatang aytdiki, men uyga borib o'ylandim. Yo'q, u bir narsani biladi. Men qanday bo'lmasin shu antibiotikni ichishim kerak deb uyga borib o'zim ichdim. Yo'q, yaxshi bir kun ichdim, qo'rqib 2 kun ichdim, qo'rqib yaxshi ketyapti, 10 kun ichdim. Ikkinchisidan boshladim, analizimni yubordim shu yoqdan. Yaxshi o'zgarish bor, davom eting dedi. Ikkinchisidan hamma dorilarni soatigacha vaqt qo'yib, shunday rejim bilan ichdim. Yema degan narsasini yemadim. Hech nima yog'li narsa, meva, sheva, mazali narsa, hech narsa, non, tuxumi, qamirli ovqat, hech narsani yemadim. O'zim og'riqman, lekin baribir chidab yemadim. Chunki sog'lik kerak. Vrachning aytgani, ona mehnatini zoya ketirmaslik kerak. U ham bizlar uchun mehnat qilyapti, o'rganyapti, bizlarga kuyib pishib tushuntiryapti. Shuni bizlar hurmat qilishimiz kerak-da, bemorlar. Shunda o'zing yaxshi bo'lasan. Unga nima qilib, nima kerak bor? O'zingga dushman bo'lasan. O'zing uyga borib, yema degan yesang, ichma degan ichsang, qo'yib tashlasang darini, o'zingga ziyon bo'lar ekan. Chunki hozir Xudoga shukr, men hozir yuragimda ancha o'zgarish bor. Oldin charchab qolardim, ish qila olmasdim. Hozir shukrman, uyda ish qilyapman. Terlashlarim, charchoqlarim ketdi. Menga aytdi, oldin yarim soat 45 minut yur deb edi, men 1 soatga cho'zib yubordim yurishni. Hozir ertalab o'rnimdan turib 1 soat yurib kelaman, o'zim tetikman. Xudoga shukr. Rahmat mashhura xizmat. Shunday doktorlar bizning O'zbekistonimizda bor bo'lsin, aman bo'lsin. Men shu qizning
bizning oldimizda sog' salomat yurishini, kasbini sevishini, xalqqa belgili qiz bo'lishni, doktor bo'lishni, shifokor bo'lishni tilab qolaman. Men shu qizga juda tilaklashman. Shu nima bo'lsa ham shunga bo'lsin deyman men. Rahmat kattakon, rahmat. Mana shunaqa gaplar azizlar. Shifokorni, qaysi shifokorga boryapsizmi? Sizga nimadir maslahat berdimi? To'ti opam aytganlaridek, o'zingiz uchun qiling o'sha maslahatni. O'zingiz uchun qiling, chunki tana sizniki. O'shaning uchun o'z salomatligingiz o'zingizning qo'lingizda, o'zingizni sog'lig'ingizga o'zingiz e'tiborli bo'ling. Salomat bo'lasizlar, ko'rishguncha xayr. Rahmat. Xayr.